Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Istiqlol bosh murabbiyi Jaloliddin Masharipov haqida muhim ma'lumotni aytdi. Eron chempionatining 13-turida Istiqlol jamoasi o'z maydonida Malavan bilan 1-1 hisobda durang o'ynadi. Uchrashuvdan so'ng mezbonlar bosh murabbiy Rikardo Sapinto uzoq vaqtdan beri maydonga tushmayotgan Jaloliddin Masharipovning holati haqida ham ma'lumot berdi. Masharipov ro'yxatga kiritiladimi yoki ketadimi? Jaloliddinning masalasi bizning nazoratimizda. Hujjat ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Hammasi yaxshilik bilan ketsa, u tez orada jamoaga qaytadi. Rostini aytsam, juda charchadim va ko'p gapira olmayman. Men faqat adolatni istayman. Chunki bugun yana bizdan 3 ochkoni olib qo'yishdi, dedi portugaliyalik mutaxassis. Ma'lumot uchun, mavsum avvalida o'zbekistonlik futbolchi jiddiy jarohat olgan. Shuning uchun klub uning holatini inobatga olib, legioner limiti sabab ro'yxatga kiritmagandi. Terma jamoa o'yinchisi hibsga olindi. Saudiya Arabistonining Al Ahli klubi va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Ivan Toney Londondagi barda bir kishining boshiga zarba berganlikda gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda Britaniyaning The Sun Online nashri xabar bermoqda. Manbaning ma'lumotiga ko'ra, voqea jabrlanuvchi Toney bilan rasmga tushish maqsadida uning bo'ynidan ushlagandan so'ng sodir bo'lgan. Ta'kidlanishicha, jabrlanuvchining burni singan va u tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan. 29 yoshli Ivan Toney Al Ahli klubida 2024-yilning yozidan beri to'p suradi. Joriy mavsumda ingliz hujumchisi klub miqyosida barcha turnirlarda 18 ta o'yin o'tkazib, 12 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Toni ilgari Angliyada Newcastle, Barnsley, Shrewsbury, Scunthorpe, Wigan, Peterborough va Brentford kabi turli jamoalarda ishlagan. Xorij klublarga O'zbekistondan futbolchi olishni tavsiya qilishdi. Futbolchilik davrida Manchester United, Everton, Manchester City va Southampton, Rangers va Fiorentina kabi mashhur klublarda o'ynagan Andrey Kanchelskis o'zbek futboli haqida fikr bildirdi. Murabbiylik faoliyati davomida 2 bor navbahor bosh murabbiy bo'lgan rossiyalik mutaxassis Rossiya klublarini o'zbek futbolchilariga e'tibor qaratishga chaqirdi. O'zbekistonda futbol juda tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Ularning terma jamoasi jahon chempionatiga shunchaki o'z-o'zidan chiqqani yo'q. Bizning klublar Osiyodan futbolchilarga e'tibor qaratishi lozim. Bu bizga yaqin va do'stona munosabatda bo'lgan hudud, u yerda ko'plab iste'dodli o'yinchilar bor, dedi Andrey Kanchelskis. Guardiola: g'alaba muhim, lekin kubok ko'tarish uchun biz hali tayyor emasmiz. Manchester City bosh murabbiy Josep Guardiola Realga qarshi safarda 2-1 hisobda qo'lga kiritilgan g'alaba haqida fikr bildirdi. Biz yaxshiroq o'ynashimiz mumkin edi. Bu stadionda o'ynash juda og'ir. 5-6 futbolchimiz bu yerga birinchi marta keldi. Shu bois bugungi g'alabadan xursand bo'lishimiz kerak, ayniqsa ochkolar jihatdan. Endi hisobimizda 13 ochko bor. Birinchi 8likda joy olishimiz o'z qo'limizda. Top 8da yakunlash asosiy maqsadimiz. Bayer bilan o'yindan keyin bu yerda g'alaba qozonish ajoyib ish bo'ldi. O'yinni xato qilish bilan boshladik. Men Realning pressing qiladi deb o'ylagandim, lekin ular pastroqda o'ynashdi. Bu bizga qiyinchilik tug'dirdi, lekin natijadan qoniqdik. Rodrigo, Vinicius, Bellingham ajoyib futbolchilar. Ularning tezligi katta xavf soladi. Shuning uchun oldingi chiziqda qolib ketmaslik, himoyada tinimsiz ishlash kerak. Bizga yetishmay turgan jihatlari bor, ularni yaxshilash lozim. Hollandning statistikasi o'zi haqida o'zi gapiradi. Uni o'yinga ko'proq jalb qilishimiz kerak. So'nggi uchrashuvlarda u o'yindan tushib qoldi. Shunday ekan, uni yana faolroq ishlatish yo'lini topishimiz lozim. Biz hali Chempionlar Ligasida g'olib chiqishga tayyor emasmiz. Bu g'alabaga da'vogarlikda ancha olisdamiz. Fevralga kelib yanada yaxshi holatda bo'lamiz, deya ta'kidladi Guardiola. Cannavaro: o'zbekistonlik futbolchilar kuchli va hech qachon taslim bo'lmaydi. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro The Guardian nashriga katta intervyu berdi. Unda mutaxassis klublardagi faoliyati nima uchun O'zbekistonni tanlagani va jamoaning jahon chempionatidagi imkoniyatlari haqida gapirdi. Quyida suhbatni eshitishingiz mumkin. Siz yaqinda O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi bo'ldingiz. Bu qanday sodir bo'ldi? Menga Osiyoning boshqa terma jamoalaridan ham takliflar bo'lgan, lekin ularni ko'rib chiqmaganman. Ammo O'zbekistondan chaqiruv keldi va men bunga e'tibor berdim, chunki u yerda yosh terma jamoa hamda ko'plab iqtidorli futbolchilar bor. Federatsiya O'zbekistondagi akademiyalarga katta e'tibor qaratmoqda va ular yaxshi futbolchilarni tayyorlamoqda. O'zbekistonning U17, U19, U23 yoshgacha bo'lgan jamoalari Osiyoda deyarli har doim g'alaba qozonadi. Bu men uchun muhim edi. Sizni qanday kutib olishdi? Ular bir oy ichida men kunga 1-2 ta Superliga doirasidagi o'yinlarni kuzatganimni qadrlashdi. Chunki ular bunga o'rganmaganda. Ko'plab xorijlik murabbiylar bir necha o'yinni kuzatib so'ng ketishadi. Biz u yerda 40 kun turdik, turli joylarga sayohat qildik, chunki ishga darhol kirishmoqchi edik.
Hal qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p. O'zbekiston chempionatining shiddati bizni jahon chempionati kutib turgan o'yinlardan tubdan farq qiladi. Bu farqni kamaytirishimiz kerak. Mahalliy futbolchilar uchun qo'shimcha yig'inlar tashkil qilamiz va ularni nafaqat o'yinlarda, balki mashg'ulotlarda ham kuzatib boramiz. Mamlakat sizda qanday taassurot qoldirdi? Murabbiylar shtabi bilan Toshkentda yashaymiz. Odamlar yaxshi, juda samimiy, biz yaxshi joylashdik. Samarqandga ham bordik. Go'zal joy, hamma joyda bo'lgani kabi ijobiy va salbiy tomonlari bor. Hozirda asosiy salbiy narsa havoning ifloslanishi, u juda yuqori. Lekin mehnat sharoitlaridan juda mamnunmiz. Bizda federatsiya tomonidan taqdim etilgan yangi sport markazi bor. O'zbekiston terma jamoasi bilan qanday maqsadlar qo'ygansiz? Jahon chempionati biz o'rganishimiz kerak bo'lgan turnir bo'ladi. Keyin 6 oy o'tgach bizda Osiyo kubogi bor va ushbu musobaqada qanday natijalarga erishishimiz mumkinligini bilib olamiz. Hozirga qadar qilingan ishlarni ko'zdan qochirmoqchi emasman. Ular terma jamoani jahon chempionatiga olib chiqishdi. Men ular qilgan ishlarni Yevropa futbol madaniyati bilan yaxshilashni xohlayman. Jahon chempionatida porlashi mumkin bo'lgan futbolchilar bormi? Bir nechta futbolchilar bor, ularda iqtidorliklar ko'p. Bizda ancha yosh jamoa shakllangan. Ular yaxshilanishi kerak, chunki ularni jismoniy jihatdan yevropaliklar bilan solishtirib bo'lmaydi. Lekin o'zbekistonlik futbolchilar kuchli, kurashadigan, hech qachon taslim bo'lmaydigan odamlar. Ularga qarshi o'ynash qiyin. Biz Urugvay bilan o'ynadik. Tarkibimizda 9 nafar jarohat olgan o'yinchi bor edi. Ular eng yaxshi holatda bo'lmagan, lekin mening futbolchilarim kuchli. Ularga qarshi o'ynash oson emas va biz faqat Urugvayga 2-1 hisobda mag'lub bo'ldik. Jahon chempionatining yangi formati haqida qanday fikrdaman? Hozir hamma narsa kengaytirilgan. Bu meni quvontirdi, chunki bu O'zbekiston kabi davlatlarga imkoniyat beradi. Bundan 30 yil oldin bunga tasavvur ham qila olmasdik. Boshida sizda zerikarli o'yinlar yoki bir tomonlama o'yinda ko'p gollar bo'lishi mumkin, lekin bu hamma uchun imkoniyat. Futbolchilar bilan qaysi tilda gaplashaman? Men ingliz tilida muloqot qilishga harakat qilaman. Ular meni tushunishadi. Menda tarjimon ham bor. Hozir futbolda bu kerak. O'zbek tilini o'rganyapmanmi? Bu qiyin. Men birinchi navbatda ingliz tilini yaxshilashim kerak, degan Fabio Cannavaro. Bilasizmi, Abramovning shogirdiga Fransiya va Germaniya klublari jiddiy qiziqib qolishgan. Qish fasli va yurtimizda qishki transfer oynasi ochildi. Hozir futbolchilar bozori avj olgan payt muxlislarni ham bunday paytda birinchi navbatda transfer yangiliklari qiziqtiradi. O'tgan yildan beri Samarqandning Dinamo klubi sharafini himoya qilib kelayotgan 21 yoshli himoyachi Jahongir O'rozov atrofdagi vaziyatni kuzatish juda qiziq kechmoqda. Yil boshida samarqandliklar uning transferini Turkiyaning Eospor jamoasidan sotib olganda, endi esa Dinamo O'rozov orqali yaxshigina summaga ega bo'lishi kutilmoqda. Chunki bu futbolchi ayniqsa Yevropada xaridorlari ko'p bo'lgan futbolchi hisoblanadi. Yodingizda bo'lsa, shu mavsum avvalida ham Jahongirga chetdan bir qancha takliflar bo'lgan, biroq yakunda futbolchi Dinamoda qolgandi. Amalda Dinamo bilan yana shartnomasi bo'lgan ushbu o'yinchiga chetdan aniq va jiddiy takliflar mavjud. Sport so'zga ma'lum bo'lishicha, ko'plab variantlar orasida Borussia Mönchengladbach hamda Fransiyaning Nantes jamoalari asosiy da'vogar bo'lib turishibdi. Ular allaqachon Jahongir O'rozovni ko'z ostilariga olib qo'yishgan va shu sababli uni Dinamodan sotib olishga tayyor turishibdi. Bu yog'i narx-navosining qay tarzda kelishishiga bog'liq. Shunisi aniqki, Samarqand klubi bu o'yinchi orqali yaxshigina daromadga ega bo'ladi.